Bugun spallagan turlarimizni qo'yamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa videoni oxirigacha ko'rsalar. Xolos narxlar bilan tanishtirib o'tamiz yaxshilab. Assalomu alaykum hurmatli arziydi YouTube kanalimizga obunachilari. Sizlarga bugungi obzorimizda diski qo'yganmiz unga oldin. Spallagan tur yangi shu. Keyin yana bitta diski Xitoy komod bilan stenki и плюс mana bitta nima deyman? Shkafcha. Assalomu alaykum. Keling Fayzullo. Sizlar yaxshimi? Yaxshilarmi? Bitta mashinalarni tushuntirib bersiz aka. Xo'p, rivojdan boshlaylik. Mashinadan boshlaylik. Bitta narsani aytib ber. Hozir Asadlarga o'zi ko'pchilik obzor qildilar. Ko'p gapirmaymiz, narxlarni aytib o'tib ketaveramiz. O mashina qilaylik. Siz ham vaqtingizni olamiz, siz ham xotirjam, men ham xotirjam. To'g'ri, o'zim ham jog'im olib ketdi. To'g'ri, ketdi aka. Shundan boshlaymiz. Ruminiyaniki shkafimiz, ikkita tortma, to'rtta polkasi bor, uzun oshqomoshda. Aha. Bu tarafda, bu tarafi shilkali. Keng bo'ladi. Ma'lum. Nech pul aka narxi? Buni narxini 900 ming qilib beramiz. Farg'ona ma'lum uchun dastavkamiz bepul. Bo'ldi. Keyingisi Xitoyda Gorga motor. Razmerlari 220 ga, 2 metrga 220 bo'yi. Kamotoniki 180 ga 220 bo'yi. Aka buni narxini aytib beravering. Narxi Videosi agar to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, bundan oldingi 3,8 mingga body bo'yicha dastavkasini qilib beramiz. 3,8 ming so'mga body bo'yicha dastavkasi ichida. Xo'p, endi mana deychilarni shuni aytamiz. Oldin to'g'risi ikkita videomizda bularni obzorlarini chiroyli qilib qo'yganmiz. Bemalol o'tib ko'raverasizlar. Sizga ham o'zimizga ham 600 ming qilib beramiz. Bu 600 ming so'm. Bu komplet stullar. Stullarimiz 70 mingdan beramiz. Donasi 70 ming sotib yubordik. Sotildi. Hech pulga. 1,3 mingga berdik. 1,3 ming so'mga. Farg'onaga tashlab beradigan bo'ldik. Arziydimi yo'qmi kommentariy yozib keting. Endi Spallagan turimiz. Xitoy Toshkentniki high-tech fason. 4 eshikli, 2 eshikli polkali. Yaxshi ko'rsatdim. Mashina yangilik, yangilik. Videomiz sal uzun bo'lsa YouTube'ga qo'yilayotganga o'xshab, Mishilkaligi, nay tarafda murskoy taraf, ham polkali, ham kastimlarga mishilka. Xo'p, fanera trimosi, trimosining o'rtasida tortmasi bor. Naytida mana polkalari bor, ichida ikkita pumbasi, kravata. 160 220. Matrasi uzun zavodskiy normalniy turibdi. Narxi-chi? 3,8 mingga vodiy bo'lsa, dastlabki ustonovkasini qilib beraman. Uyda ichib olib kirib berish bilan. 3,8 ming so'mga. Arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib ketinglar, bemalol. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Like bosib kommentariy yozishingiz. Keyingisi yangi matras. Spannet o'zi 170 220. Yangi matrasda bosh taraflari ochiladi. Sonliq bo'ladi. Sonliqlari. 1,8 ming qilib beramiz obunachi. 1,8 ming so'm. Bu ham kommentariyada yozib ketinglar, arziydimi yo'qmi? Hurmatli obunachilarimiz. Video qisqagina bo'ldi, lo'ndagina bo'ldi. Nari joyimizni ham olib ketaveraylik, qo'shib ketaveraylik. U joyda hammi? Bo'ldi. Ketdik u joydan videoga ketgan. Xolajon hozir kelamiz. Rost yolg'onlik gaplashamiz shunda. Yaramas, yolg'on deydi xola. Uyatmasdan. Aka hozir kadr oldi. Nima qilib qo'yasizlar, e'tibor qilib qo'yasizlar. Mana shu yolg'on deyapti. Hozir mana shunga qisqacha tushuntirib o'tib ketdik. Bu narsani bo'lish narxini aytiladi. E'tibor qilib qo'yasizlar shunga. Bitta bozordan kelib so'raydigan bo'lsangiz, sizga bu narsani 6 million so'm desa ham kami bormi deb talashiladi. Lekin narxini bitta hozir YouTube'ga qo'yayotganimiz bozor va YouTube'da ko'rib turib, oladigan odam yurib YouTube telefon qiladi. Shuning uchun narxlarni bo'lishini aytiladi. Endi mayli sunnatiga ko'p bas ozgina o'tib beriladi. Mana bu narsani 6 million so'm kelganingizni aytsa yolg'on ekan bas bu. 6 millionni necha pul beramiz aka masalan? Xo'p, hozir agar 4 million sotilardi komplektga, men hozir shifaniyani sotib yubordim. Shifaniya sotildi. Bitta narsani aytib beraylik. Kelayotgan odamga necha pul baho aytasiz shunga? 5,5 million 6 million baho aytiladi. 5,5 million aytiladi. Necha pulga YouTube'ga qo'ydik aka? O'tgansizlar. 4 millionga qo'ydik. 4 million so'mga qo'ydik. 1 million so'm bu yolg'on nimasi emas, faqat bu yerda qo'yilayotgan narxi bor. Endi talashilmasa, to'g'risi bozor bo'lmaydi. Shuning uchun talash uchun hisobini olib, jicha qimmatroq aytiladi. Hozir bu yerda xolalar yolg'on chiqib ketishdi biza, asabimiz uzildi. Videoga olayotganimiz uchun mayli. Devanni o'zini necha pulga beramiz aka? Devanni o'zi 170 ga 220 matrasi, ikkita tumbasi bilan 1,7 ming qilib beraman. 1,7 ming so'mga. Yana bitta narsa, mana shu YouTube'da ko'rganman, mana shuncha aytilganda videosi bilan ko'rsatadigan bo'lsangiz, agar mana shu akam yoki boshqa odam bermaydigan bo'lsa, meni kanalimda elaman. Mani bitta chaqirsangiz, beraman, bermayman bu narxga deydigan bo'lsa, qolgan pulini men to'lab beraman. Yo javob 100%. Fayzullo mana shuna degan desiz,
Liboy videomda aytamanmi, aytmaymanmi? Agar men mana shu videoda ko'rsatgan siz men obzor qilgan narsalarimni narxiga bermaymiz deyishadigan bo'lishsa, qolgan pulini men to'lab beraman. 200% bemalol kelaverasizlar. Behisolat. Mana shkaf Xo'p, ekan. shkafimizni sotdik. Aha. Obunachimizga telefon qilib oldim dedilar. Ha, hali bilasizmi, oldindan pul so'rab olmayman. Klikdan pul tashlay boshladim, odam labziga ishonaman. Bo'ldi, mashina olib qo'ydim. Necha pul 1 million 300 mingga berdim. 1 million 300 ming so'mga. Arziydigan kommentariy yozib keting. Keyingisi mana ideal holatdagi yanada shifoner. Oynali bishilkalari, ular ham toza. Aylanuvchalari ham ikkita to'rtta polkasi bor, ikkita tortmasi bor. Holati zo'r. Toshkentdan kelgan yuk bu. 900 ming beraman. Plus 900 ming so'm. Chiroyli narx. Bu ham narxini aytib beravering, Bolgariyani. Bolgariyani hamma yo'q radnoyligini bilamiz. Uzunligi 4 metr, bo'yi 220. Narxi 2 million 300 ming so'm vodiy bo'lish dastavkasi bepul. Vodiy bo'lish dastavkasi bepul. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, obuna bo'lib kuzatib qo'yinglar. Asadullo Mebelga obuna bo'lish esdan chiqmas. Asadullo Mebelga. Rahmat hammalaringga. Xudo xolasa kuzatib borayotganingiz uchun like, komment, obuna bo'lib esdan chiqmasin.